Safiya 13 yoshda. Sinfdoshini nima uchun urganini hozir boshidan aytib beraman. Safiyaning oilasi tinch, uyida janjal yo'q, ota-onasi ham mehribon edi. Bir qarashda barcha havas qilgudek xonadon. Lekin Safiya kun sayin o'zgarib borardi. Ichida qandaydir olov paydo bo'lgandi. Kimdir uning sumkasiga tegsa, urib yuborardi. Kimdir hazil qilsa, turtib yuborardi. Kimdir ko'ziga sal uzoqroq tikilsa ham, "Nimaga qaraysan?" deb musht tushirardi. Eng qizig'i, u urib bo'lgach, ichida g'alati yengillik sezardi. Go'yo ko'ksida yonayotgan olov mushtari orqali tashqariga chiqib ketayotgandek bo'lardi. Lekin uyda yolg'iz qolganida o'zini juda yomon his qilar, tinmay yig'lardi. Maktabda bu voqealar takrorlanavergach, psixolog uni suhbatga chaqirdi. "Sen nima uchun hammani urasan? Sababini ayta olasanmi?" Bilmayman, ular asabimga tegadi. Hammasi jonga tegib ketdi. Aynan nima seni jahlingni chiqazadi? Shunchaki ularning barchasi ahmoq. Hislaring bilan bo'lish? Balki men o'zim yomondirman. Asabing tanangni qayerida? Nima deganingiz u? Asabingni ko'rsat, o'sha paytda qayering og'riydi? Ko'ksimda issiq bo'lib ketadi. Qo'llarim titraydi, urib yubormasam yorilib ketadigandek bo'laman. Demak, sen yomon emassan. Sening ichingda og'riq bor. Sen faqat uni musht bilan chiqazyapsan. Bizni bezovta qilayotgan xayollar emotsiyalarimiz bilan bog'liq. Shunchaki ularni tanib olish kerak. So'nggi vaqtlarda hayotingda nimalar o'zgardi? Hamma mendan kattalardek bo'lishni kutyapti. Darslar qiyinlashdi. Do'stlarim o'zgardi. Tanam ham o'zgaryapti. Ichimdagini hech kimga ayta olmayman. Do'stlarim meni tushunmaydi. Ular mendan uzoqlashib ketishdi. Ota-onamga esa faqat yaxshi baholarim kerak. Men qo'rqaman, lekin buni ko'rsatkim kelmaydi. Psixolog Safiyaning ota-onasini ham chaqirdi. Qizingiz yomon emas, u qattiq qo'rqyapti. O'smirlik bu tananing ham, miyaning ham qayta qurilishidir. Ichki bosim juda katta va u buni musht orqali chiqazyapti. Unga yordam kerak. Biz unga nisbatan qattiqqo'llik qilmagandik-ku. Gap qattiqqo'llikda emas. U hozir men kimman degan savol bilan kurashyapti. Unga hislarini tushunishga, o'zini anglashga yordam bering. Ko'proq suhbatlashing. Bundan tashqari, fiziologik sog'lig'iga ham e'tibor bering. Vaqtida uxlasin, sog'lom taomlansin. Shundan keyin uyda yangi qoidalar paydo bo'ldi. Safiya asabi chiqqanini aytsa, uni tinglashadi, nasihat qilishmaydi. Emotsiyalarni chiqazish uchun zarba joyi tashkil etildi. Sport qopi, yugurish yoki daftarga hislarini yozish. Har hafta bir marta hislar haqida suhbat kuni belgilandi. Uyqu va taomlanish tartibi yo'lga qo'yildi. Bir kuni Safiya yana musht tushirmoqchi bo'lib turdi-yu, to'xtadi. Qo'llariga qaradi. Sen olov emassan. O'zingni bos. U birinchi marta musht o'rniga so'z ishlatdi. Keyingi safar ehtiyot bo'lgin. Shundan so'ng o'zini juda yengil va kuchli his qildi. Hammasi yaxshi bo'lyapti. Biram yengilmanki, men o'z hislarimni tushuna boshladim.